shu diagramani birga yasaymiz. Qani ketdik. To'lqinsimon qilib lyuks simni qayirib chiqiladi. To'lqinlarni qanchalik tekis qilsaling, oson bo'ladi. O'zingizlarni ishlang, chiroyli ko'rinadi. Qayirib oldik. Boshimizga o'lchaymiz. Aniq razmeri yo'q buni. O'zingizlar boshlig'iga o'lchab qilaverasizlar. Orqasini lenta bog'lash uchun qayirib olamiz. Keyin oddiy bu ham lyuks sim, lekin ingichka sim. To'rtli yoki beshli bo'lamanki, beshli edi. To'rtli ishlasanglar yaxshi. Ikkiga qayirib turib, kurskamda qangi qilib burab chiqamiz. Birgalikning orasini to'g'ri ochinglar. Men boshida juda zich qo'yardim. Keyinchalik orasini ochib ketganman. Mana tayyor bo'ldi. Endi buni simga qotirib chiqamiz. Simni aylantirib to'g'rilab olaveramiz. Sizlarga oson usulini ko'rsatdim. Qo'shimcha sim olib bir-biriga o'rab o'tirmaysizlar. Tayyor simni o'zini, ilmoqchalarni o'zini lyuks simga o'raysizlar. Bir-biriga tutashgan joylarini sim bilan o'rab, ombir bilan qotirib qo'yasizlar. Aylantirib o'rab ketaverasizlar. Shu oson bo'ladi sizlarga. Mana ilmoqni yana qaytib o'rab qo'yapman. Deyarli tayyor. Endi bularga kleylab turib, toshlarni yopishtirsak bo'ldi. Lyuks qalam simga kleyni surkab chiqamiz. Keyin mana bu metraj toshni qo'yib chiqamiz. Ozgina 1-2 minutdan keyin kley sarqatib olgandan keyin. Mana metrajni qo'yib chiqsak, deyarli tayyor bo'ldi. Endi mana ilmoqchali joylardagilarga Swarovski toshlarni yopishtirib chiqiladi. Shuning uchun ilmoqchalarga kley surkab turib, toshlarni yopishtiramiz. Vola, tappa tayyor, to'xsaling bo'laveradi. Obuna bo'lib qo'ying.